Endi yana bir bor ekranga diqqatingizni qaratishingizni iltimos qilamiz. Siz uchun yana bir bor foydali kitob taqdimoti bo'ladi. Har kuni dunyoda minglab yangi bizneslar umid bilan tug'iladi. Katta sarmoya jalb qilib, yopiq eshiklar ortida hech kimga ko'rsatmasdan mahsulot yaratishadi. Ammo yillar o'tib, mahsulot bozorga chiqqach, achchiq haqiqat yuzaga chiqadi. U mijozlarga umuman kerak emas edi. Lekin bu inqirozning yechimi bor. Eric Ries Yaponiyaning Toyota zavodidagi tejamkor ishlab chiqarish tizimini startaplarga moslashtirdi. Tejamkor startapning 4 ta qoidasiga amal qiling. Birinchi, MVP. Mukammallikni kutmang. G'oyangizning eng oddiy, xomaki versiyasini yarating va darhol mijozga taqdim eting. Ikkinchi, xalqa yaratdingizmi? Natijani o'lchang. Xatolardan o'rganing. Bu jarayonni tinimsiz aylantiring. Uchinchi, tasdiqlangan o'rganish. Xom xayollarga emas, faqat amaliyotda real mijozlar bilan tasdiqlangan faktlarga ishoning. Va to'rtinchi, burilish, ya'ni pivot. Mahsulot o'zini oqlamayaptimi? Qo'rqmang. Strategiyani tubdan o'zgartiring va yangi yo'nalishda davom eting. Sahnaga Tirilish nashriyoti rahbari Amirxon Valijonovni taklif qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Kim boy bo'lishni xohlaydi? Qo'limizni ko'taramiz. Ko'p odam ekan-a. Rahmat. Xo'p, O'zbekistonda hamma o'zbekistonlik yoshlar boy bo'lishi kerak. Shu fikrda qat'iyman. Amazon, Google, Apple kabi dunyoning gigant kompaniyalari ham bir paytlar oddiy startap bo'lgan. Nimaga endi O'zbekistondan ham katta gigant kompaniyalar chiqmasligi kerak degan savol bor. Xo'p, bugungi kitobimiz Tejamkor startap kitobi biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun alifbo. Ya'ni birinchi o'qilishi kerak bo'lgan kitob. Xo'p, ko'pchilik biznes qilishda hamma narsa mukammal bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Va undan ham tashqari mahsulotini ham mukammal qilib, yana katta pul kerak deb o'ylaydi biznes qilishda. Lekin Eric Ries aynan shu qarashga qarshi chiqadi. Uning fikriga ko'ra, tez boshlash kerak, kichik ishlardan boshlash kerak va bo'lib ham odamlarni yaxshi o'rganish kerak. O'zi odamlarga nima yoqadi-yu, nima yoqmaydi. Odatda biz bir ish ustida juda qattiq kirishamizda bor resursimizni, pulimizni hammasini sarflaymiz. Natijada u mahsulotni xalqqa olib chiqqaningizda, u o'zi odamlarga umuman kerak bo'lmasligi ham mumkin. Tejamkor startap kitobi esa sizni vaqtingizni ham, pulingizni ham, resurslaringizni ham tejab beradi. Xo'p, menga yana kitobni yoqqan tomonlardan biri, unda quruq motivatsiya yo'q. Tejamkor startapda real hayot bor. Unda sinab ko'rish bor, xato qilish bor, xatolardan xulosa chiqarib tez o'rganish bor. Hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli odamlar kimlar desa, hamma narsani biladigan odam bu eng kuchli odam emas. Hozir tez o'rganadigan odam eng kuchli odam. Yoshlarimiz shuning uchun ham meni fikrimcha bu kitob aynan o'zbek yoshlari uchun juda foydali bo'ladi. Chunki bizning yoshlarimizda g'oya juda ko'p. Ularda shijoat bor, harakat bor, kerak bo'lsa resurslar ham bor, lekin odatda biz nimadir boshlashdan avval bizda qo'rquv, hadik bo'ladi. Tejamkor startap esa avval boshlab olgin, yo'l-yo'lakay xatolaringni tuzatib, tekshirib borasan degan fikrni beradi. So'zimning oxirida shuni aytmoqchiman, bu kitob faqat biznes uchun emas, har qanday faoliyatni tubdan yaxshilashni o'rgatadigan qo'llanma ushbu kitob. Undan tashqari Tejamkor startap tamoyillaridan davlat loyihalarida sog'liqni saqlash, ta'lim va kerak bo'lsa global muammolarni hal qilishda ham foydalanish mumkin. Kitob qanday qilib kelajagi bor narsani tez o'rganib, foydasiz narsadan uzoq turish kerakligini o'rgatadi. Rahmat. E'tiboringiz uchun tashakkur.